bilishadi. Evanson tarixchisi Adam Yoram Perelman Sunday so'zidagi Y harfi nega E harfiga aylanganligi haqida to'liq ma'lumotga ega. Ko'k qonunlari milliy fenomen va ular turli jamiyatlarda turlicha talqin qilinadi. Evansonda 1875-yili shahar konsulligi yakshanba kuni gazli ichimliklarni ichishni man qilib qo'ygan. Nima uchun? Xo'sh, shifokorlar gazli ichimlik tana uchun foydali deyishadi. Ammo protestant ruhoniylari gazli ichimliklarni ko'ngil xushlik ichimligi deb hisoblashgan. Muzqaymoq kokteyllari hissiyot uyg'otuvchimi? Bu haqda zamonaviy odamlar qanday fikrda? Men uchun gazli muzqaymoq kokteyllari rostdan ham hissiyot uyg'otuvchidir. Esimda yoshligimda sevgan yigitim bilan favvora oldida maxsus naychadan kokteyl ichib o'tirganmiz. Ha, u hissiyotlar o'zgacha edi. Yo'q, menimcha gazli muzqaymoq kokteyllar unaqa emas, lekin juda shirin. Bu ichimlik hayajon uyg'otuvchi hisoblanadi. Ko'piradigan xususiyati bor, muzdekkina, ichida muzqaymog'i ham bor. Juda ajoyib ichimlik. Menga yoqadi. Nazarimda yigitchani gapida jon bor. Amerikaliklarning milliy ichimligiga aylanib ulgurgan bu gazli kokteyl taqiqi insonlarga unchalik xush kelmadi. Chunki ustiga shokolad qiyomi quyilgan muzqaymoq va sirop qo'shilgan gazli muzdekkina kokteyl olomonni aql hushini olib bo'lgan edi. Bunaqa ichimlik sotadigan shaxobchilar kuni-tun yosh-u qariga to'la edi. Odamlar uni ichib gap sotish va ko'ngil xushlik qilishni yoqtirishgan. Ammo ko'p o'tmay Evanstonda bunday shaxobchilar bo'shab qoladi, chunki shaharliklarning sevimli ichimligi qonuniy shahvoniy ichimlik sifatida tasdiqlangan edi. Evanston jamiyati o'ta dindor bo'lgan. Chunki qadimda bu hudud muqaddas makon deya nomlangan, ya'ni Evanston. 1875-yili shahar konsulligi yakshanba kuni gazli ichimlik ichishni taqiqlovchi qonun qabul qilgan. Negaki bu ichimlik yengiltaklik ramzidek ko'ringan, ya'ni hissiyot uyg'otuvchi. Taqiqni qanday qabul qilishdi? Albatta yomon. Yangi qonun muzqaymoq ichimligi oshiqlarga manzur kelmagani aniq. 1875-yili shaharliklarni sevimli ichimligidan mahrum qilinishi va aholining u qonunga nisbatan munosabati qanday bo'lganini bilish hozirda biroz mushkul. Menimcha ularga bu yoqmagan. Ammo o'shanda bir muzqaymoq sotuvchisi qonundagi nomuvofiqlikni aniqlagan. Garvud shaxobchasi 1880-yildan to 1894-yilgacha qizg'in faoliyat yuritgan. Xo'jayin Garvud har kuni insonlarga o'zini mazali ichimligini ulashar edi. Taqiqdan so'ng janob Garvud ajoyib hiyla ishlatib, qonunni buzmasdan yakshanba kuni uchun xos bir yegulik o'ylab topadi va uni Sunday soda deya nomlaydi. Uning hiylasi nima deydi? U idishga muzqaymoq solib ustiga shokolad siropini quyadi, lekin taqiqlangan gazli suv qo'shmaydi. Natijada muzqaymoqli Sunday yaraladi. Gazli suvsiz, g'alati tovushlarsiz, shunchaki ishtaha ochadigan ichimlik. Vaqt o'tib, krem ustiga yong'oq va olcha qo'yiladigan bo'ldi. Muzqaymoq Sunday tez orada Amerikaning sevimli shirinligiga aylandi. Lekin baribir so'zni nega oxiri Y bilan emas, E bilan tugashi biroz kulgili. Boshida Sunday gazli ichimligi deb nomlangan. Keyinchalik undan soda so'zi tushirib qoldirilgan va Sunday, ya'ni yakshanba so'zini o'zi qolgan. Ammo shahar hokimiyati a'zolari, ayniqsa dindorlar, bu so'zga e'tiroz bildirishdi. Buni muqaddas hafta kuniga biroz hurmatsizlik deb baholashdi. Shu bois Garvud Sunday so'zi so'ngidagi Y harfini E'ga o'zgartirdi. Mamlakat bo'ylab muzqaymoq sotuvchilar ham nomlanishga o'zgartirish kiritishdi. Sunday, Sandy va nihoyat Sunday bo'ldi. Albatta, bu shirin muzqaymoq odamlarning taomnomasidan alohida joy egallashga ulgurgan edi. Uni dushanbadan tortib hafta so'ngiga qadar yoppasiga yeyishadi. Oradan 100 yil o'tib, muzqaymoq Sundaylar klassik Amerika desertlari ro'yxatidan eng yuqori o'rinni egalladi. Amerikaning ko'p shaharlari muzqaymoq Sundaysi ilk bor bizda yaratilgan deya da'vo qilishadi. Lekin kim o'ylab topgan bo'lsa ham umridan baraka topsin. O'sha Sunday shirinligini ta'mi hozirgisinikidan ancha shirali bo'lganidan xabaringiz bormi? Bananli desertning original ta'mi qanday bo'lgan? Buni taom haqida afsona va haqiqat